Assalomu alaykum, hurmatli tandirchi ishqibozlari. Mana navbatdagi ishimiz, ko'rishingiz mumkin. Boshlab oldik. Birinchisi mo'ykamiz joylashgan. Ikkinchisi mana 30 litrli qozon. Yonishlariga e'tibor berib qo'yasizlar. Bunisi 22 litrli qozon. Hamda 50 litrli qozon. Bemalol atroflarda aylanib ish qilsa bo'ladigan holatda bo'ldi. Kimga shunaqa chiroyli zamonaviy ko'rinishdagi ozgina o'tin bilan pishadigan o'choqlar kerak bo'lsa, allaqaga chiqaverasizlar. O'tin soling. Bu ishimiz Shahrixonda Toshtepasida bo'lyapti. Soling o'tin. Ichkariroqqa solavering. Xudo xolasa, juda chiroyli holatda bo'lyapti. Kimga shunaqa o'choqlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Usta Mansurbek xizmatinglarda.